Ona qizim, tura qoling. Maktabga kech qolasiz. Onajoningiz sizga nonushtan tayyorlab qo'ygan. Xo'p, bo'ladi dadajon. Zo'r o'ynar ekansan. Voy, tushib ketdi. To'xta, oyog'im bilan kurashib olchi pulni. Voy, makam. Voy, men endi boyman. Hammasiga ara olaman. Hammasiga ara olaman. Madina, nima qilyapsan? Ha? Aslan menga pul kerak. Yana kitoblarni o'qiyapsanmi? Ha? Menga pul kerak. Seni onang o'g'il tug'masdan o'lib ketdi. Seni menga tashab. Hay. Hay, menga pul kerak. Tushunyapsanmi? Pul kerak. Hozir pul topib kelasan. Buni ishlab topib kelasan menga. Tushundingmi? Qanaqa qilib topaman dadajon? Axir hali o'qiyman. Bo'lmayman. Yur. Yur. Yo'q. Voy, ey qiz, nimaga sen menga doim katta pul berasan? Chunki sizga faqat pul kerak otajon. Sen meni qizimmisan? Afsuski, meni otamsiz. Ko'chaga chiqib ketaverib, oxiri ko'cha uyingiz bo'lib qoldi. Men bilan esa aslo ishingiz ham bo'lmadi. Lekin men doim otamga pul kerak, topib borishim kerak degan fikrda yashadim. Ana endi to'ydingizmi ota? Qaniydi siz yaxshi ota bo'lganingizda edi. Sizga munosib farzand bo'lgan bo'lardi. Aroqni emas, meni yaxshi ko'rganingizda edi. Men qo'rqaman. Boshqa hech qanday bir qizni otasiz kabi bo'lmasin. Men ketdim. Sizga yana ko'p pullar ishlab topib kelganman. To'rtta 5 oldim. O, barakalla qizim. Men siz asal qizimsiz. Siz bilan faxrlandim. Yaxshi o'qing, xo'pmi? Xo'p, dadajon, men sizni qattiq yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, ona qizim. Otalar, qizingizning kelajak yo'li, taqdiri sizning har bir so'zingiz va mehringizdadir. Bu yo'lni to'g'ri tanlab bering.